Eski pasporti bor yurtdoshlar, diqqat bilan eshiting. 12 iyuldan keyin ayrim hujjat ishlari siz o'ylagandan qiyinroq bo'lishi mumkin. Va eng muhimi, bu masala faqat bitta odamga emas, butun oilaga, qo'shnilarga, mahalladagi keksalarga, chet elga chiqmoqchi bo'lganlarga, bankda ish bitirmoqchi bo'lganlarga tegishli. Men bugun sizga vahima qilish uchun emas, aniq tushuntirish uchun gapiryapman. Eski pasport bilan yurgan odamlar nimani bilishi kerak? Kimga 5 kun ichida harakat qilish foydali? 12 yildan keyin nimalar o'zgarishi mumkin? Qaysi joylarda muammo chiqadi va qanday qilib o'zingizni ortiqcha yugur-yugurdan saqlaysiz? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotni vaqtida eshitgan odam pulini ham, vaqtini ham, asabini ham asraydi. Ayniqsa ota-onangiz, buvingiz, bobongiz yoki hujjat ishlariga befarq qaraydigan qo'shningiz bo'lsa, ularga ham yetkazing. Bitta oddiy pasport masalasi keyin nafaqa, bank kartasi, notarius uy-joy hujjati, chipta, chegaradan o'tish yoki ro'yxatdan o'tishida katta to'siqqa aylanishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'pchilik eski pasportni qo'lida olib yurar, ayrim joylarda u bilan ish bitirar. Hali yurib turibdi. Meniki muddati tugamagan. Menga hech kim aytmadi. Qishloqda hamma shunaqa yuribdi deb o'ylardi. Ayrimlar esa ID karta olishni orqaga surib kelgan. Bugun vaqt yo'q, ertaga boraman. Navbat ko'p, rasamga tushish kerak. To'lov qilish kerak bo'lsa keyin olaman deb yillar o'tib ketgan. Lekin hujjat tizimi asta-sekin raqamli shaklga o'tyapti. Davlat xizmatlari, banklar, notariuslar, migratsiya bo'limlari, chegara nazorati, mobil operatorlar, sug'urta, kadastr, hatto ayrim ish joylari ham shaxsni aniqlashda elektron bazaga tayanadi. Eski pasportdagi ma'lumot bazadagi yangi format bilan mos kelmasa, eski seriya yoki eski ma'lumot chiqib qolsa, familiya, ism, tug'ilgan sana yoki doimiy yashash manzili bo'yicha tafovut bo'lsa, tizim sizni darhol to'xtatishi mumkin. Tizimning to'xtatishi degani xodim sizni yomon ko'rgani emas. U shunchaki bazada ma'lumot to'liq chiqmaguncha operatsiyani yakunlay olmaydi. 12 iyul masalasida eng muhim nuqta shuki, ayrim tartiblar, bazalar, tekshiruvlar yoki talablar yangilanganidan keyin eski pasport egalari uchun keyin qilaman degan yondashuv yanada noqulay bo'lib qoladi. Shuning uchun men buni 5 kunlik ogohlantirish deb tushuntiryapman. Kimning qo'lida eski pasport bo'lsa, hozir hujjatini tekshirib, kerak bo'lsa ID karta yoki yangi hujjat masalasini boshlash kerak. Bu yerda gap faqat pasportni almashtirishning o'zi haqida emas. Gap sizning shaxsingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat hozirgi tizimlarda muammosiz ishlamasligi haqida ketyapti. Birinchi navbatda eski namunadagi pasport bilan yurganlar xavotir olishi kerak. Ayniqsa pasport muddati yaqin orada tugaydigan, pasportida eski manzil yozilgan, turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin hujjatini yangilamagan ayollar, chet elga chiqishni reja qilayotganlar, bankdan kredit olmoqchi bo'lganlar, uy-joy sotish yoki sotib olish niyatidagi odamlar, meros hujjatini rasmiylashtirayotganlar, bolalariga hujjat qilayotgan ota-onalar bu masalaga befarq bo'lmasin. Masalan, oddiy vaziyatni olaylik. Toshkent viloyatida yashaydigan 62 yoshli aka eski pasport bilan bankka boradi. U nafaqasini boshqa kartaga o'tkazmoqchi. Xodim pasport ma'lumotini kiritadi. Lekin tizimda manzil eski chiqadi yoki hujjat turi bo'yicha ogohlantirish beradi. Aka o'sha kuni ishni bitiraman deb borgan, ammo unga avval migratsiya bo'limiga borish, ma'lumotni yangilash, kerak bo'lsa ID karta olish aytiladi. Natijada bir kunlik ish 3-4 kunga cho'ziladi. Agar bu odam tuman markazidan uzoqda yashasa, yo'l kira, vaqt navbat, sog'liq masalasi qo'shiladi. Yana bir misol, yosh oila uy sotib olmoqchi, notariusga boradi. Erning hujjati joyida, lekin xotinning eski pasportidagi familiya nikohdan oldingi familiya bo'lib qolgan. Nikoh guvohnomasi bor, lekin elektron bazada ma'lumotlar to'liq mos kelmaydi. Notarius xavf qilmaydi. Chunki mulk bitimi juda jiddiy ish. Natijada oldi-sotdi to'xtaydi. Sotuvchi kutishni xohlamaydi, kelishilgan narx o'zgarishi mumkin. Bitta yangilanmagan pasport butun oilaning rejasini buzadi. Yana bir holat. Chet elga ishlashga yoki davolanishga ketayotgan fuqaro chipta olgan, hujjat tekshiruviga yaqin qolgan. U pasportim borku deb o'ylaydi. Lekin amalda chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti amal qilish muddati. Viza talablari, biometrik ma'lumotlar va boshqa tekshiruvlar bor. Agar eski ichki pasportdagi ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa, ayrim jarayonlarda kechikish bo'ladi. Chipta sanasi yaqin bo'lsa.
Bu kechikish pul yo'qotishga olib keladi. Endi kim vahima qilmasligi kerakligini ham aytaman. Agar sizda amaldagi ID karta bo'lsa, ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, manzilingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, JSHR raqamingiz bazalarda mos chiqsa, hujjatingizni ehtiyot qilib yurayotgan bo'lsangiz, siz uchun asosiy xavf yo'q. Lekin baribir hujjat muddatiga qarang. ID kartaning ham amal qilish muddati bor. Muddat tugashiga yaqin qolsa, oldindan harakat qiling. Agar siz yaqinda pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, lekin bank, mobil operator yoki boshqa tashkilotda eski ma'lumot turib qolgan bo'lsa, bu ham kichik muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun yangi hujjat olgandan keyin bankdagi, ish joyidagi, o'qish joyidagi, mobil raqamingizdagi va boshqa muhim joylardagi ma'lumotlarni yangilash foydali. Hujjatni almashtirish birinchi qadam. Lekin ma'lumotni barcha kerakli tizimlarda to'g'ri ko'rinishga ishonch hosil qilish ikkinchi qadam. Bugungi tizimda shaxsni tasdiqlash faqat qo'ldagi qog'oz yoki plastik hujjatga qarab bo'lmaydi. Xodim sizning hujjatingizni ko'radi, keyin elektron bazadan tekshiradi. Agar hujjat turi eskirgan, muddati tugagan ma'lumotlar mos emas yoki bazada ogohlantirish bo'lsa, u sizga xizmat ko'rsatishni yakunlay olmaydi. Bu bankda ham, davlat xizmatida ham, notariusda ham, ayrim hollarda tibbiy sug'urta yoki ishga kirishda ham uchrashi mumkin. Bundan tashqari, eski pasportlar ko'p hollarda kundalik hayotda bor hujjat sifatida ko'riladi. Lekin zamonaviy xizmatlar amal qiluvchi va bazada tasdiqlangan hujjatni talab qiladi. Farq juda katta. Qo'lingizdagi hujjat jismonan bor bo'lishi mumkin, lekin tizim uni yetarli deb tan olmasa, ish yurmaydi. Mana shu farqni ko'pchilik oxirgi daqiqada tushunadi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan xatolardan biri shuki, odamlar pasport muddatini faqat chet elga chiqishda muhim deb o'ylaydi. Aslida pasport yoki ID karta ichki ishlarda ham asosiy hujjat. Siz kartangizni tiklamoqchi bo'lsangiz, kredit olmoqchi bo'lsangiz, sim karta rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, merosga ariza bermoqchi bo'lsangiz, farzandingiz uchun hujjat ishlari qilmoqchi bo'lsangiz, nikoh yoki ajrim bo'yicha hujjatlarni rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz, shaxsni tasdiqlash birinchi qadam bo'ladi. Birinchi muammo muddati tugagan hujjat. Odam pasporti cho'ntagida yurgani uchun uni haqiqiy deb o'ylaydi. Lekin amal qilish muddati o'tgan bo'lsa, ko'p joyda qabul qilinmaydi. Hatto xodim sizni tanisa ham tizim bunga ruxsat bermasligi mumkin. Ikkinchi muammo. Familiya o'zgargan, hujjat yangilanmagan. Bu ayniqsa turmush qurgan yoki ajrashgan ayollarda uchraydi. Nikoh guvohnomasi bo'lsa ham asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjatdagi ma'lumot va bazadagi ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. Bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya turgan bo'lsa, bank, notarius, kadastr, sud yoki davlat xizmatlarida savol tug'iladi. Uchinchi muammo, manzil eski. Doimiy ro'yxat boshqa joyda. Amaldagi yashash joyi boshqa joyda. Eski pasportda esa butunlay boshqa ma'lumot bo'lsa, ayrim jarayonlar cho'ziladi. Masalan, bola maktabga joylashayotganda, kommunal xizmatlarda, mahalla ma'lumotnomasida, kredit tekshiruvlarida yoki sud ijro hujjatlarida manzil masalasi muhim bo'lishi mumkin. To'rtinchi muammo, keksalar va chekka hududdagi fuqarolar. Ular ko'pincha menga kerak emas, men hech qayerga bormayman deb o'ylaydi. Lekin nafaqa, tibbiy xizmat, bank kartasi, meros, vasiyat, subsidiya, moddiy yordam kabi masalalarda hujjat kerak bo'ladi. Ertaga farzandi uning nomidan ish bitirmoqchi bo'lsa ham, hujjat masalasi oldinga chiqadi. 5-muammo. Hujjat yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelgan. Pasport yirtilgan, rasmi bilinmaydi. Yozuvlari o'chgan, sahifalari shikastlangan bo'lsa, uni bor deb hisoblash xato. Bunday hujjat bilan ish yuritish rad javob olish ehtimoli yuqori. Tasavvur qiling, bir opa qizining to'yiga tayyorgarlik ko'ryapti. Uy garovga qo'yilib, bankdan kredit olinishi kerak. Bank hujjatlarni tekshiradi. Opaning eski pasportida muddati tugashiga juda oz qolgan, manzili ham eski. Bank xavf ko'rmaslik uchun avval hujjatni yangilashni so'raydi. To'y sanasi yaqin, sotuvchilar pul kutyapti. Oila ichida asabiylik boshlanadi. Agar opa 5 kun oldin borib hujjatini tekshirtirganda bu muammo oldindan hal bo'lardi. Yana bir misol. Bir yigit Rossiyaga ishlashga ketmoqchi. Unga ish beruvchi hujjat skanini yuborishni so'raydi. Yigit eski pasport rasmini yuboradi. Ish beruvchi esa yangi formatdagi hujjat, pasport muddati, shaxsiy identifikatsiya raqami va boshqa ma'lumotlarni so'raydi. Yigit shoshilib migratsiya bo'limiga boradi, lekin navbat bor, to'lov bor, tayyor bo'lish muddati bor. Natijada ketish sanasi suriladi. Bu yerda muammo
yigitning dangasaligida emas, hujjatni oldindan tekshirmaganda. Yana bir vaziyat, keksa bu nafaqasini olish uchun bank kartasini almashtirmoqchi. Eski pasporti bor, lekin bazada ayrim ma'lumotlar mos kelmaydi. Bu bir o'zi tuman markaziga qatnay olmaydi. Farzandlari ishda. Oddiy karta almashtirish masalasi oilaviy tashvishga aylanadi. Shuning uchun men doim aytaman, uyda keksa odam bo'lsa, uning hujjatini ko'rib qo'ying. Amal qilish muddati, rasmi, familiyasi, manzili, joy sashir raqami bor yo'qligi hammasini tekshiring. Endi eng muhim nozik joylar haqida gapiraman. Birinchidan, hamma eski hujjat egasi bir kunda jarimaga tushadi yoki hamma joyda darhol rad etiladi deb tushunmaslik kerak. Har bir xizmatning o'z talabi bor, lekin hujjat eskirgan sari xavf ortadi. Siz bugun bir joyda ish bitirishingiz mumkin, ertaga boshqa joyda to'xtab qolishingiz mumkin. Ikkinchidan, mening pasportimni kecha bank qabul qildi. Demak, hamma joyda o'tadi degan fikr xato. Bankning bitta operatsiyasi bilan notariusdagi mulk bitimi yoki chegara nazoratidagi talab bir xil emas. Har bir tizim turlicha tekshiradi. Ayniqsa katta pul, mulk, meros, kredit, chet elga chiqish bilan bog'liq ishlar qat'iyroq bo'ladi. Uchinchidan, hujjat almashtirishda ma'lumotlaringizni diqqat bilan tekshiring. Ismda bitta harf xato bo'lsa, tug'ilgan sana noto'g'ri ketsa, otasining ismida farq bo'lsa, keyin uni tuzatish yana vaqt oladi. Hujjat tayyor bo'lganda mayli, shunaqa bo'lsa ham bo'laveradi demang. Hujjatdagi har bir harf sizning kelajak huquqiy harakatlaringizga ta'sir qiladi. 4-dan, bolalar masalasi. Farzandingizga hujjat rasmiylashtirish, maktab, bog'cha, davolanish, chet elga chiqish uchun ota-onaning hujjatlari ham to'g'ri bo'lishi kerak. Ota-onadan birining pasportida muammo bo'lsa, bolaning ishida ham kechikish bo'ladi. Masalan, bola bilan chet elga chiqishda tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onaning hujjati, rozilik hujjatlari, pasport talablari bir-biriga bog'lanib ketadi. 5-dan, ishonchnoma masalasi. Ko'pchilik men o'zim bora olmayman, farzandim borib qilib keladi deydi. Lekin ayrim hujjat ishlari shaxsning o'zi ishtirokini talab qiladi. Biometrik ma'lumot, rasmga tushish, imzo qo'yish, shaxsni tasdiqlash kabi jarayonlarni boshqa odam to'liq bajarib bera olmaydi. Shuning uchun ayniqsa keksalar, nogironligi bor fuqarolar yoki uzoqda ishlayotgan odamlar oldindan qaysi ishni shaxsan bajarish kerakligini aniqlab olsin. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam. Bugun uyda barcha oila a'zolarining hujjatini stolga qo'ying. Eski pasport, ID karta, xorijga chiqish pasporti, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar hammasini ko'rib chiqing. Hujjatning amal qilish muddatiga qarang. Rasm aniqmi? Yozuvlar o'chmaganmi? Sahifalar butunmi? Ma'lumotlar bir-biriga mosmi tekshiring. Ikkinchi qadam, agar eski pasport bo'lsa, yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Borishdan oldin telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali ish vaqti, navbat, to'lov, kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlang. Har bir hududda ish tartibi biroz farq qilishi mumkin. Shuning uchun eshitgan gapga emas, rasmiy ma'lumotga tayaning. 3-qadam, odatda shaxsni tasdiqlovchi eski hujjat, ariza, to'lov kvitansiyasi, rasmga tushish yoki biometrik ma'lumot topshirish talab qilinadi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh yoki ajrim guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik holati bo'yicha tushuntirish yoki tegishli tartibda murojaat talab qilinadi. Agar ma'lumotlarda xato bo'lsa, tug'ilganlik guvohnomasi yoki boshqa asoslovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam. Ariza yozayotganda shoshilmang. Ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, manzil, yashash raqami, telefon raqami to'g'ri yozilganini tekshiring. Xodim kompyuterga kiritgan ma'lumotni ham ko'zingiz bilan ko'ring. Xodim biladi deb turib ketmang. Xodim ham odam, xato bo'lishi mumkin. Hujjatdagi xatoni tuzatish esa keyin sizning vaqtingizni oladi. 5-qadam. Hujjat tayyor bo'lgach, uni olib darhol tekshiring. Rasm sizniki, ism, familiya to'g'ri, sana to'g'ri, amal qilish muddati ko'rsatilgan, elektron ma'lumotlar joyida. Keyin bank, ish joyi, o'qish joyi, mobil operator. Notarius bilan bog'liq ishlaringiz bo'lsa, yangi hujjat ma'lumotini yangilang. Ayniqsa bank kartasi, kredit, omonat, pensiya, ish haqi kartasi bilan bog'liq ma'lumotlar to'g'ri turishi muhim. 6-qadam. Agar 2 iyuldan oldin katta ish rejangiz bo'lsa, masalan, uy sotish, kredit olish,
chet elga chiqish, davolanishga ketish, meros rasmiylashtirish, nikoh, bola hujjati, subsidiya yoki sud ishi hujjatingizni hozir tekshiring. Bunday ishlarni oxirgi kunga qoldirmang. Chunki navbat chiqishi, qo'shimcha hujjat so'ralishi, eski ma'lumotni tuzatish kerak bo'lishi mumkin. Men sizdan alohida iltimos qilaman, bu ma'lumotni faqat o'zingiz uchun saqlamang. Mahallada keksa odamlar ko'p. Ularning ayrimlari internet ko'rmaydi, yangilik o'qimaydi, hujjat tizimidagi o'zgarishlarni bilmaydi. Ularga oddiy qilib ayting. Pasportingizning muddatini ko'raylik. Eski bo'lsa yangilash kerak bo'lishi mumkin. 12 iyuldan keyin ayrim joylarda talab kuchayishi mumkin. Vahima qilmang, lekin tekshirib qo'ying deb tushuntiring. Agar qo'shningiz savodli bo'lmasa yoki o'zi bora olmasa, unga qaysi hujjatlarni yig'ishni yozib bering. Masalan, eski pasport, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lsa, nikoh guvohnomasi, telefon raqami, to'lov uchun pul, manzil ma'lumotlari. Eng muhimi, uni yolg'on vositachilardan ehtiyot qiling. Men tez qilib beraman, pulini ber degan odamlarga ishonmasin. Hujjat ishlari rasmiy idora orqali qilinadi. To'lov bo'lsa, rasmiy kassaga yoki belgilangan tartibda to'lanadi. Yana bir maslahat. Oilada bitta odam hujjatlar uchun mas'ul bo'lsin. Masalan, aka-ukalar ichida biri ota-onaning hujjat muddatini yozib qo'ysin. Telefon kalendarga eslatma qo'ying. Pasport yoki ID karta muddati tugashidan bir oy oldin emas, yaxshisi 2-3 oy oldin eslatma chiqsin. Bu oddiy odat keyingi katta muammolarning oldini oladi. Ko'pchilik so'raydi, eski pasport bilan yurish mumkinmi? Men javob beraman. Qo'lingizdagi hujjatning huquqiy holati, muddati va qaysi xizmatda ishlatmoqchi ekaningizga qarab baholanadi. Lekin amaliy tomondan qaraganda eski hujjat sizni istalgan vaqtda noqulay vaziyatga solishi mumkin. Shuning uchun uni tekshartirish va kerak bo'lsa almashtirish eng to'g'ri yo'l. Yana so'rashadi. ID karta olsam xorijga chiqishim mumkinmi? Yo'q, bu masalada ehtiyot bo'ling. ID karta asosan ichki shaxsni tasdiqlash hujjati sifatida ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun alohida xorijga chiqish pasporti talab qilinadi. Qaysi davlatga borishingiz, viza talabi, pasport muddati, bolalar uchun alohida talablar bor. Shuning uchun safar oldidan faqat chipta emas, hujjatni ham tekshiring. Yana bir savol, jarima bo'ladimi? Har bir holatda sababga qaraladi. Muddat o'tganmi? Hujjat yo'qolganmi? Vaqtida almashtirilmaganmi? Qaysi tartib buzilgan? Men sizga jarimadan qo'rqish uchun emas, jarimaga ham, rad javobiga ham, ortiqcha navbatga ham tushmaslik uchun oldindan harakat qiling deyapman. Demak, asosiy gap bitta. Eski pasport bilan yurgan odamlar 12 iyulni kutib o'tirmasin. Hujjatni bugun tekshiring, muddati, ma'lumotlari, familiya va manzil mo'sligini ko'ring, kerak bo'lsa davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limiga murojaat qiling. Ayniqsa keksalar, chet elga chiqmoqchi bo'lganlar, bank, notarius, uy-joy, meros, nikoh bola hujjati bilan ishi borlar bu masalani orqaga surmasin. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Hujjat masalasida eng qimmat narsa vaqt. Oldindan tekshirgan odam bir kunda ishini bitiradi. Oxirgi kunga qoldirgan odam esa navbatda turadi. Qo'shimcha hujjat izlaydi. Chipta yoki kelishuvni yo'qotadi, asabiylashadi. Shuning uchun hoziroq oilangizdagi hujjatlarni ko'rib chiqing va bu videoni qo'shnilarga, qarindoshlarga, ota-onangizga yuboring. Kommentariyada yozing. Sizda hali eski pasport bormi yoki ID kartaga o'tib bo'lganmisiz? Hujjat almashtirishda qanday muammoga duch kelgansiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim o'zgarishlarni oddiy tilda, ortiqcha vahimasiz va amaliy maslahatlar bilan tushuntirib boraman.